Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli Humomobil kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona yo'limizni Qashqadaryo Kitobga qo'yib berganmiz. Xudo xolasa, xonadon egalariga topshirib oldik. Ishimiz ko'rib turganinglardek juda go'zal chiqqan. Sensorli chiroqlardan boshlab stylish nissalari hamma yo'q originaldan qo'yib berganmiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska tugmani bosishni esingizdan chiqarmaymiz. Sizlar uchun ham o'zimiz uchun ham manfaatli bo'ladi. Videoni boshladik. Operator yaqinroq kelasiz. Birinchi bo'lib bu joydan boshlaymiz. Sensorli datchiklar qo'yib berganmiz. Oynali profillar, polni mebel sensorli datchikda yonadi. Bonuslarimiz musor paqir, mo'ykasi kiradi. Bu ikkala narsasiga pul qo'shiladi. Albatta biz shushulka qo'shib beramiz, oddiy shushulkadan qo'shib beramiz, Xitoyda shushulkasidan. Bu narsa ayollar uchun juda qulay bo'lib ishlab chiqarilgan. Mo'ykadan yuvgandan keyin qo'lni tepaga ko'taradi, suv oqadi. U narsani oldini olish maqsadida shu narsa ishlab chiqarilgan. Xo'p, tarelkalarni, chini kosalarni tergandan keyin yengil harakat bilan bitta qo'l bilan yengil ko'tarib qo'ysa bo'laveradi. Bu narsa yog' tagida, tepasida tuz idishlar, ziravorlar turish uchun maxsus kargoyimiz. Bu musor tashlash uchun chelagimiz, mana musor paqirlar. Endi bu tomonida mexanizmlari ham hammasi vakuumli, mana yonboshdan ko'rinmaydigan tandem mexanizm qo'yib berganmiz. Bu 40 kilogacha bemalol ko'taraveradi. Vaqti bemahal shuni ustiga qo'yaveradi. Bemalol issiqqa chidamli, kuydirilgan narsa o'zi bu. Vitichkalari o'zimizda bonus bo'lgan, bonus tariqasida qo'yib berganmiz. Duxovka va mikrofonli joylari ko'rib turganingizda best qilib joylab berganmiz. Bu tomoniga ham sensorli datchiklarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkalarimiz mavjud. Mebel bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, ekranda ko'rib turgan nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Barchaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.